Gedikdə sazlamalar böləkini görüb çıxamız. Bu üçün bizə 3 çiziqni basıb pəstdə sazlamalara girişimiz gerek buladı. Bir də bizə əsası gerek buladan yeri başqalar böləki buladı. Başqalar böləkine girədən bolsaq tezkar satış. Tezkar satış bu hər bir nədən skaner etkenimizdə sanını soramıyor. Doğru statkasını koşup baradı. İşte bu tez savda qilishimiz üçün. Eğer gerek bolsa qoyasınız. Bu olmasa ixtiyari ambarda yo'q bo'lganda satıladı. Bu statkanizdə yo'q bolsam savdo qilish imkoniyatini yaratadı. Mesela dükkanınızda 10 dana bar edi. Lekin gelip düştü geriz bu spit etmediniz. Klient 15 ya 20 danan aldı. Bunu yaxşı ketadigan bolsanız 15-20 dan alıp satıp biləsiz. Hiç qanday ограничение vermedi. Lekin sinxronlanmagan holda duradi şu telefonunuz özündə spiskesi. Kompüterə taşınan bir spiske duradi. Qaçan siz tovarını statkasını kirizganingizdan keyin sinxronlanıb kompüterə ümumi отчет'a düşədi bu tovarımız. Gerekmese öçürüp qoyasınız. Tezkar skanerləşəm. Bu tez skanerlə statkaya qoşuş üçün gerek olsa qılасыз, olmasa yo'q. Açıq çeklər, bu rəsmiləşdirişinin yanında açıq çeklər tügməsi çıxadı. Bu bir klient alıp durup keyin bir narsa alamanda yana bir ötüp ketadigan bolsa ya kütüp duradigan bolsa ya başqa klientga ham savdo etishimiz gerek bo'ladigan bolsa açıq çeklarni yaxshi qo'yib turib bir klientni spiskasini ожидания tashab keyingi klient bilan ishlab bu klient kelsa buniki bilan ishlab bir vaqtning o'zida 4-5 klient bilan ishlashimiz uchun imkoniyat yaratib beradigan funksiyasi. Mahsulot qoldiq turi, vaqt oralig'i bular bizlarga kerakmi? Tashqi ko'rinish sozlamalar bo'lakan bu oxirida bizada. Gerek bo'lsa birini ham o'zingizdan moslab o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Ustunlar soni bir necha dona bo'lak chiqishligi o'zingizga to'g'ri qilib tuzib olasiz. Balandligi, xatlarini mayda iyriligi, matnning maksimal satri shunga o'xshash narsalar. Posta narxni ko'rsatishni yoqadigan bo'lsangiz sonni teyinda shu tovarni necha so'm ekanligini to'g'ri ko'rsatib turadi. Ichiga girish shart emas, ustini o'zida ko'rsatib turadi. Gerek bo'lsa buni ham yoqasiz, bo'lmasa bu narsa ham ixtiyoriy. Keyingisi bizda til boshdan girishda o'zi sizdan o'zbekcha, ruscha, inglizcha tillarni so'raydi. Agar xato yetgan bo'lsam, shu o'rningizdan tilni tilab ketsangiz bo'ladi. Qurilmalar bu seanslar bu shart emas. Bizda maxfiylik va xavfsizlik kirish kodi bilan qulflash, parol shu narsalarni birdan o'zgartirsangiz bo'ladi. Keyingisi bildirishnomalar bu qaysidir tovar do'konida tamom bo'ladigan bo'lsa ya inventarizatsiya qilinadigan bo'lsa, navodir harakat bo'ladigan bo'lsa programmaning ichida size bitoni o'zidan уведомлениyalar kelib turishi shularni o'zgartirsangiz bo'ladi. Qaysi narsa sizga kerak bo'ladi, уведомлениясini yoqib, o'chirib, yana chat kelishini o'zgartirsa bo'ladi. Ish vaqti bu xodimlarning nechada ishga kelib, nechada yetganligi, qachon ish boshlaganliklarini bilib borish uchun xodimlar kunda girib, keldimni yoqib ketadigan bo'lsa, sizda buni отчетlarini görüp tursangiz bo'ladi bemalol. Shu tartib sozlamalar bo'lakimiz shu edi. Keyingi videolarda boshqa bo'laklarni ham ko'rib chiqamiz.